Kelin. Ha dadajon. Tarvuz olib keldim, tarvuz yeymiz endi. Voh, tarvuzmi? Ha, tarvuz yeymiz bugun tarvuz. Dadajon o'zi pichoqni olib kelaman. Menga bering pichog'i, kelin patarlamang. Oldin mollarga qarang, keyin yeymiz o'tirib. Bitta yegaylik, hay. Keyin yeymiz, mollarga qarang dedim. Turing, hashalamang tarvuzni. Hozir mollarga qarayman, keyin tarvuz yeyman. Tarvuz nima yeyman, pichoqni sen yeysan. Ishqilib pishganmikan bu tarvuz? Xom chiqsa nima qilaman? Ha, pishgan bo'lsin-da. Dadajon. O'ylang siz. Mo'laga qarab bo'lib endi yeymizmi tarvuzni? Baloni yeng siz tarvuz yegancha. Bor birinchi o'tlar o'ring, keyin yeymiz shu tarvuzni. Kelin. Boring. O'zi pishganmi yo'qmi aniq emas bu tarvuz. Ha, hozir o'tlarni o'raman, keyin tarvuz yeyman. Buni xaladelliga qo'ysam yaxtak bo'larmikan? Yo arig'a suv tashagaymikan? Dadajon o'tlarni o'rib bo'lib men tarvuz yeymizmi? Ya kelin, esim qursin. Tarvuz arig'a tashagandim. Qarang yana o'qib ketmadimikan? Ya! Tarvuzim! Tarvuzim! Dadajon tutdim tarvuzni, endi yeymizmi? Ya, kelin patirdaman qani oli. Buni o'zi olib boraman-da qayta magazinchiga chaqma urdirib kelaman. Agar pishgan bo'lsa keyin yeymiz. Nima?